Choydan qo'ying yangacha, bu kunlarni necha yil kutdik-a? To'g'ri aytasan, to'yimizga 3 kun bo'ldi. Maza o'tkazib oldik-a. Nimasini aytasiz, oyi, zo'r bo'ldi-yu. Mabodo yangilik yo'qmi? Ona, So'radim prosta. Yangacha qarang-da, nimani sezyapsiz? Yaxshilab qarang. Hech narsani sezganim. Yaxshilab qarayapsizmi? Onam bunizda hech qachon yangilik bo'lmaydi. Uf, kelin, qachon bir yangilik aytasiz? Ana yangilik bor ekan-ku. Bilan dastta uyqu ham yo'q-ey. Voy boshim, miyim qani. Voy. Bu shovqindan chidolmayman. Voy boshim. Hey kelin, bolaga qarashni qachon o'rganasiz-a? Bir ham o'quvsiz kelin olganman-ey. Nevarangizga olib kelgan arzon tagligingiz ko'tini qizartirib yubordi. Shunga yig'lab yotibdi. Ey, arzonmi, qimmatmi, nima farqi bor? Ko'tini yuvib, tuproq sepib ishlating. Bizning davrimizda dor-dor kir yuvardik. O'lganimiz yo'q. Sizga o'xshagan qurumsoq qaynonalarga oyijon, pompi tagligi ham bor, arzon narxda. Allergiya chaqirmaydi, namligi o'zida saqlaydi kamiga. Havo o'tkazuvchan butun respublika bo'ylab shu nomerlarga aloqaga chiqib, dilerlik yoki hamkorlik qilish ham mumkin. Biznesda 80% odamlar sizga o'xshab narxiga, 20% odamlar sifatga qarab taglik olayotgan bir paytda oyijon, hammasini o'ziga jamlab, narxi sifatiga nisbatan ancha arzon. Sifat bo'yicha ham, narx bo'yicha ham любой eng zo'r tagligingizni ketiga tepadi oyijon. Indamasdan 4-5 ta bolani qatorasiga tug'ib katta qilsa arziydigan taglik bu oyijon. Shunaqa. Ekonomishni bo'lsa ikkinchisiga qachon harakat? Siz kimsiz? Men kimman? Betana qilyapman. keliningizga nima qildi, oyi? Indama, ijodkor ijod qilyapti.